Salam dostlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga bu ikki mashina to'g'risida tushuncha bermoqchi. Ya'ni mendan bir necha qizlar so'radi. Endi o'zinglar ko'rgandek bu ikki mashinaniki mushu sirtidalar farqlanib turdi. Ma mashinada, ya'ni galvanik spada 4 beshi bor. Buniki booster deymiz, buni yangi chiqqan. Bu boosterning faqat bir beshi bo'ladi, ham buning 5-ni chiqarib olmaydi. Ma bizningki galvanik spaning 4 beshi bor, buning har bir beshi chiqarib bo'ladi, ham ayrim-ayrim ishlatkili bo'ladi. Buning bo'lsa 5 chiqmaydi, faqat bir xil beshi bor. Uningdan keyin bu galvanik spani asosligi mush chunqur qo'riqlarni yo'qotadiganga birinchidan, ikkinchidan mushu chashninki yiltizgacha chashni quvvatlaydiganga, uchinchidan mushu bo'yin badandagi toksiklarni haydaydiganga, to'rtinchidan mushu ko'zning atrofidagi qo'riqlarni, ya'ni mushu beshingizdan putingizgacha hamishni qiladi bu galvanik spa bilan. Bu galvanik spaniki yana bir o'xshamaydigan tarafi, bu har bir mushu 5 xil o'zgarishda, mushu 5 xil o'xshamagan musbat manfiy elektronik o'zgarib turdi. Buniki o'xshamaydigan yeri. Bu boosterninki o'xshamaydigan yeri, buning bilan siz teringizni chiniqtirganga, terininki rangini pokroq, siliq qildiganga, uningdagi mushu dog'larni suslashtirdiganga, hamda teriga sutliqlaydiganga bu intayin yaxshi. Uningdagi qizlar qaraydigan bo'lsanglar, hozirgacha ishlatib boqqanlarmi bildi. Bizning bu galvanik spaning 1dan 5gacha o'xshamagan nomerlari bor, ochadigan bo'lsak. Bu galvanik spa asosligi shu o'xshash qutblar tepishadigan, o'xshamaydigan qutblar tortishadigan fizikalik qoida bo'yicha yasalgan. Shuning uchun 1-chi, 4-chi, 5-chisi manfiy tok aqim orqali, 2-chi, 3-chisi bo'lsa musbat tok aqim orqali ishlanadi. Shuning uchun o'xshamaydigan mushu yuzimizga qilgan yoki ko'zimizga yo bo'ynimizni qiladigan yoki chechimizni qildiganiki har birisining ma'lum qiladigan o'rni o'xshamaydi. Uningdan keyin bu boosterning bo'lsa musbat manfiy tok aqimi almashib turdi. Faqat mush 24 sekundning ichida mushu musbat manfiy tok aqimini teringizning ahvoliga qarab almashtirdi. Bu shuning uchun bu galvanik spa asosan hamma odamga maska boosterni ishlatgan vaqtimizda cho'qim shu sensitiv teridagilar bo'libmi, yuziga gado chiqadiganlar biroz diqqat qilib, uningdan amal bor buni bir sinab qilib ishlatishinglarni tavsiya qilman. Ammo bu galvanik spa 4 xil o'xshamaydigan mahsulotlar bilan birga ishlatamiz. Masalan, bu 1-chi, 2-chi dog' bilan yuzni tozalab ham uzuqlik to'liqlaydiganga, 3-chisida bu ko'zning atrofidagi yoki nada qo'riq bo'lsa, shu yerdagi qo'riqlarni yo'qotadiganга, bu 4-chi bilan bu bo'yindagi toksiklarni badandagi yoki qusqingizni o'rqitadigan, belingizni chikiltadigan yoki bilikingizni qildiganga bu yaxshi. Endi chashninkini 5-chi nomer bilan qilamiz. Bu suyuqlik bilan keldi. Lekin ma'lum bo'lsa, faqat mushu bir tallam serum bilan keldi. Sizlar xil maylarni ep o'tirishingizning hojati yo'q. Shuning uchun mush Newskinning mahsulotini tanlagan vaqtimizda cho'qim mush o'zimizning terisining ahvoliga asosan tanlashimiz kerak. Hozirgacha meni qo'llayotgan barliq xaridorlarimga hamda men bilan mush biznesni qilayotgan barliq do'stlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yana savolinglar bo'lsa, davomli so'rasanglar